Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan Imtiyoz Developerning haqiqiy уже qurib bitirilgan obyektidamiz, ya'ni qurilayotgan. Sizga ofisga borib o'tirmadik. Bugun real hayotdagi obzorni qilib bermoqchimiz. E'tibor bering, mana bu lobbiga, xonadonni lobbisi, kirish eshiklarini qarang. Uncha-buncha застройщикda yo'q. Mana bu dizayn, interyer, o'tirish uchun qilingan ya'ni kreslolar. Men gostinitsalarda ham bunaqa go'zallikni, bunaqa resepsionni ko'rmaganman. Juda ham chiroyli qilingan. Mana bu zonaga umuman, ya'ni go'zallik. Qarang. Meda Rolls-Royce'ning Звездное небо stili mana bu obyektimizni kirish eshiklarida qilingan va keyingi qurilishlarida undan ham zo'r qilib, albatta xaridorlarini, investorlarini xursand qilmoqchi Imtiyoz. Mana bu o'tirish zonasiga qarang. Do'stlaringiz bilan, o'zingiz, oilangiz bilan maza qilib, kunduz kunlari yoki kechki paytlari dam olishingiz mumkin. Co-working zona, shu bemalol ishlashlari mumkin, ishlashingiz mumkin. Mana bu sifatga, mana bu men so'zlashga til ojiz. Mana bular barchasi, hammasi haqiqiy toshlardan qilingan go'zallik. Bu proyektlarni keyin alohida sizga obzor qilib beramiz. Demak, liftlarga e'tibor berasiz. Liftlardagi ishlatilgan stilga, dizaynga. Bunaqa dizaynni men ko'rmadim uncha joyda. Mana shunaqa hayotingiz go'zallik ichida bo'ladi. Shuning uchun Imtiyozni tanlashingizni tavsiya beraman.